Bizda Jasurdek jonli reportaj uchun tayyor turgan ekan, so'z hamkasbimizga marhamat. Demak, qadrli yurtdoshlar, jonli efir davom etadi. Va'daga muvofiq biz osh muzeyiga keldik. Deyshadi-yu, pulingdan bir puling qolsa ham osh ye, kuningdan bir kuning qolsa ham osh ye. Osh ko'tarma bosh dedik-ku va biz Issiqxona joydamiz. Qozonlarni ko'rishingiz mumkin. Odatda biz poytaxtimizga kelgan mehmonlarni biror bir yegulik osh yeyish uchun qandaydir bir markazga taklif etsak, u yerda 2 xil, 3 xil bo'lishi mumkin. Bu yerda adashmasam 10 dan ziyod osh turlari qilinar ekanda. Osh erta tongda bismillah deb qo'liga kapkirni olib va xalqimizni koriga yarashish uchun xizmatga shay bo'lgan oshpazlarni ko'ryapmiz bu yerda. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Jonli efirdamiz. Ismim Jasurbek. Siz ismingiz? Ismim Ashur. Xursandman. Samarqanddanman. Kayfiyatlar yaxshimi aka? Xudoga shukr. Salomatlik yaxshimi? Yaxshi. Bu hamma uni o'zini qozoni bormi deyman? Hammani o'zini qozoni. Qo'qonliklar bu yoqda, Samarqandliklar bu yoqda, Andijon bu yoqda. Qachondan beri oshdamlaysiz? Bizda bu yerda 3-oy ketyapti. O'zi hayotingiz davomida 35 yildan beri. 35 yillik tajribangiz 35 bor. yil tajribasi. Faqat Samarqand oshdamlaysizmi yo Asosiy Samarqand oshi. Farqi nimada endi? Faqat ko'rinishdami, mazasidami? Mazasidan ham, ko'rinishdan ham bari hamma ishi o'zi, hamma oshda o'ziga yarasha unaqasi bor. Samarqand oshi zig'ir yog'ga qilinadi. Zig'ir, kunjut, paxta yog'i. Eng katta damlagan oshingiz necha kilo bo'lgan? 250 kilo. 250 kilo. Oho, bir o'zingiz emas lekin shogirdlar bilan. Shogirdlar, ustoz bilan. Aha. Mazasi yaxshi chiqqanmishmi? Ha. Hech bo'lganmi faoliyatingiz davomida oshni gulchini xomroq qilib, boshqacharoq? Endi boshida bo'ladi. Bo'lib qoladi. Unaqasi harakat qilamiz bo'lmasa ekan. Aha. Harakat qilamiz. Hammasining iloji bor uni. Bu yerda ko'p xil osh damlanadi. Bu yerda ko'p xil osh damlanadi. Misol buni Lazır guruchda Toshkentcha osh, Samarqandcha, Qo'qon cho'ng'ara devizir oshi, Kenja guruchda yana Toshkentcha osh bor, Andijon oshi bor, Buxoro oshi bor, Samarqand Setora oshi bor. Xullas kelaverar ekanmiz-da, bu yoqqa katta rahmat. Va biz bu qozonga ham bir qarab, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Tong xayrli. Qanaqa jarayondamiz hozir? Bismillahirrohmanirrohim. Meni ham qo'lim tegsin, balki yaxshi bo'lar. Mana bu go'zallikni qarang, mana bu mazani qarang. Bu guruch tashagandan keyin osh pishdi deganida. Akajon kelavering, sizni kameraga olib chiqingmiz. Xo'p, ishingizni qilavering. Tag olib ketmasin. Do'stlar, nima uchun osh muzeyi? Nima uchun degan savollar kelishi mumkin va bu savollarga bir necha soniyadan so'ng javob olamiz. Xo'p, bizni bu yerda Nilufarxon ismli hamkasbimiz bor ekanlar. Mana shu yerda kutib olamiz. Keling, avvalo oshxonadan, qozonlar atrofidan boshlang dedilar va ichkariga kiramiz. Assalomu alaykum. Siz kiring aka, birinchi hurmatingiz bor. Ana bo'lmasa. Assalomu alaykum. Tong xayrli bo'lsin. Salomatmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Ko'rganimizdan xursandmiz. Oshni ko'rib maza qildim. Uchun ko'p u. Ishtaha ochilib ketdimi? Juda ham qachon pishadi endi? Ha, demak 11-12 ga yaqin pishib qoladi. Agar qolsanglar birga mazza qilib oshlarni yeb ketasizlar. Nima uchun osh muzeyi degan savol kelyapti-da? Albatta ko'pchilikni qiziqtirgan aynan shu savolga javob berishim kerak. Bu yerda nihoyatda eksponat deb nomlanadigan narsa juda ham ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak. Har yerda qadimiy buyumlar nihoyatda ko'p muzeyda. Lekin eksponat sifatida biz bu muzeylarni emas, aynan oshni o'zini nazarda tutamiz. Nega? Chunki oshni yaratilish tarixini hattoki o'zimizning odamlar ham ko'pchilik ham bilishmaydi. Aslida bu uchun nihoyatda ko'p odamlarning mehnati singadi. Hattoki bu haqda film ham ishlaganmiz. Bu filmda noldan boshlab, guruch yetishtirilishidan boshlab oshni qozonga tushishigacha kim nechta odamni mehnati singishi haqida so'zlangan va biz oshni o'sha eksponat sifatida dunyoga kelishigacha ko'rsatib berganmiz. Demak, biz oshni o'zini muzey eksponati sifatida butun dunyoga tanitmoqchimiz. Juda ham go'zal. Xabarimiz bor, osh tayyorlanishi, urf-odatlari, an'anasi albatta UNESCOning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatidan joy olgan. Ochig'i, oshni qancha yesak me'damizga tegmaydi-da. Yegan sari yegimiz kelaveradi. Eng quvonarlisi shuki, aynan bizning millatda bo'lsa kerak bu. Erta tongda xalqqa osh berish, o'g'il uylayaptimi, qiz chiqaryaptimi, har xil ehsonlar bormi, oshsiz o'tmaydi. Bar mehmon kelsa, osh damlab borib, osh yeymiz deyshadi-da. Bu yerga mijozlar tashrifi qanday? Ko'p? Nihoyatda ko'p.
bor yo'g'i avgust oyidan boshlab texnik tarzda ochilganimizga qaramasdan judayam odam ko'p, hattoki navbatda 20-30 talab odam turib qoladigan holatlar bo'lyapti. Hozir bu ustida ishlayapmiz. Nihoyatda xursandmiz, chunki bu yerda 15 xilga yaqin osh tayyorlanadi. O'zbekistonda hech qayerda bunaqa joy yo'q. Nafaqat O'zbekistonda, butun dunyo bo'yicha bunday osh muzeyi yagona hisoblanadi. Bu yerda 15 xilga yaqin osh turlari, har xil viloyatning oshlari bir hafta davomida tayyorlanadi va eng zo'r oshpazlarning qo'lidan. Misol uchun O'zbekiston bo'yicha eng zo'r deb tan olingan oshpazlarning soni o'zi ko'p emas. Ularga 100lab, 200 talab odam navbatda turib oshini kutishadi-da. Bizning muzeyimizda esa shunday imkoniyat borki, mana shunday eng zo'r oshpazlarni biz taklif qilamiz. Ularning qo'lidan oshni navbatda turmasdan bemalol maza qilib chiroyli joylarda Demak, qadrli do'stlar, soatimizga e'tibor beramiz, hali vaqt bor, lekin 11 bo'lishini intiqlik bilan kutamiz. Mana shu yer bizga ma'qul kelyapti. Osh pishgandan keyin osh pishdi deb qo'yasiz. Xo'pmi? Kelishdiga. Demak, xonalarimiz juda ham ko'p, tepada ham katta zalimiz bor, hovlimiz, hattoki tapchanlarimiz bor. Bemalol mehmonlar kelib maza qilib dam olishlari mumkin va bu yerdagi interyerdan ham zavq olishadi menimcha. Albatta. Qadrli do'stlar, bizga rejissyorimiz ishora beryapti. Studiyaga qaytishimiz kerak ekan, chunki mehmonlar bilan suhbat, sizga havola etmoqchi bo'lgan sahifalarimiz hali oldinda ekan. Hozircha ozgina xayrlashamiz. Nasib aylasa yana bir qachondir kelish niyatimiz bor, lekin osh yeb ketmasdan ilojimiz yo'q. Kutamiz 11 bo'lishini. Bu mahalla tongi dasturi uchun maxsus jonli reportaj bo'ldi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Oshga marhamat.